yangilayliklar. Tez sotaman profilda bugun sizlar uchun 3 xonali kvartira topib qo'ydik. Hozir sizlar bilan birgalikda ichini ko'rib chiqamiz. Dvorlari ham juda ham foizli, yaxshi joyda ekan. Tinch ekan, mashina qo'yish uchun parkovkalari ham bor ekan. Maktab yaqin bilasizlar, bog'cha hammasi. Mana shu ikkinchi etajimiz. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Tadan kirib kelishimiz bilan bizni mana shunday koridor kutib oladi. Proyektlarni ko'rasizlar, juda ham baland, katta xonali ekan. Moskovskiy proyektdan ham zo'r ekan proyektlari. Yo'qdi. Bu birinchi xonamiz. Bu tomonda ikkinchi xonamiz. Zal qilsa bo'ladi. Bu xonadan balkonga chiqsa bo'lar ekan. Balkonlari ham juda ham katta. 6 metrli desam 6 metrdan ham kattaroq, 7 metrdan oshiqroq deyishdi. Eniga ham kengroq ekan, 2,5 ekan. Tapchanlari qilib qo'yilgan ekan. Bu tomondan chiqqanimizda zalimiz, balkondan chiqqanda bu tomonda 3-xonamiz. Bu ikkinchi. Bu tomonda yana koridorimiz davom etib, bu tomonimizda 3-xonamiz. 3-xonamiz ham keng, yorug'. Bu tomonda vannalari, unitazlari alohida joylashgan. Bu tomonda esa oshxonamiz. Aboy qilib qo'yilgan koridorlarni ham ko'rasizlar. Gaz, suv, svet muammosi yo'q. Yaxshi joylar, aboylari tayyor. Bu zo'mimiz jackpot narxda desak ham bo'ladi. Juda ham yaxshi. Hozir 3 xonalarda narxini bilasizlar, 35 ming deyishyapti. Bu xonamiz, bu joyimizga egalari 27 ming dollar narx so'rashyapti. Yana kelib savdolashib olasizlar. Bu uyimizda narxini nimaga jackpot deyapmiz? Chunki bu narxga hozir 3 xonali uy topish qiyin. 27 ming taqalgan oxirgi narxini qo'yamiz deb aytdik. Shuning uchun shu narxga qo'ydik. Yana bitta tomoni, agar sizlarda 1 xonali yoki 2 xonali domlaringiz bo'lsa, ustiga pul berib almashtirish imkoniyati ham bor sizlarda. Bu videoni esa menga kattaroq uy kerak degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunaqa arzon uylarni o'tkazib olmaysizlar obuna bo'lib qo'ysalar.